Qishi g'amini yozda yeydiganlaridek 1 litrli bankaga mayda pomidor yopishi retsept bilan bo'lishiman. Oyimni 40 yillik retseptlari. Storieslarimda juda ham ko'pchilik qizlarga chiri pomidor desam, chiri pomidormi yoki chirigan pomidormi deb yozishibdi. Mayda pomidorni biz shunaqa deymiz. Ya'ni chiri pomidor. Hammasini gulini yaxshilab olamiz va tozalab yuvib, suvini selgitib qo'yamiz. Sababi bankaga bir tomchi ham suv tushishi mumkin emas. Qurigan top-toza bankalarimizga nabor qilishni boshlaymiz. Laloris, murch, chesnok, ukrop, selder va xren solamiz. Eslatib o'taman, selderni ko'p sovormaylik, sababi mazasiga juda ham qattiq ta'sir qiladi, ya'ni bemaza yoki taxir bo'lib qolishi mumkin. Hamma selgigan pomidorlarimizni birin-ketin bankaga joylashib boshlaymiz. Pomidorni urib-urib joylamaysizlar, sababi pomidor qattiq qaynayotganda bir-biriga siqilib qolib, yorilib ketishi mumkin. Agar xohlasanglar quruq pomidorni o'zini yopmayman desanglar, asarti qilib yopsanglar ham bo'ladi, ya'ni gazgina karom va bodrin ili pomidor solib. Faqat qaynatayotganda pomidor 10 minut, bodrinni bo'lsa 15 minut qaynatiladi. Yaxshilab joylab bo'lganimizdan keyin oxirgi ishlarimiz, ya'ni qaynatishga o'tamiz. Bir qoshiqda sila qilib tuz bilan shakar solamiz, xuddi videoda ko'rsatilgandek. Keyin shaqillab qaynab turgan suv to'kib tashlash shart emas. Kichkina osh qoshiqda bo'lsa, uksus solamiz 70% va iliq suvga qaynatishga qo'yamiz. Obязательно sochuv-pochuv qo'yib olinglar, sababi banka qarsillab yorilib ketishi mumkin. Shaqillatib 10 minut soatga qarab turib qaynatgandan keyin olib, qopqog'ini qattiq qilib yopib qo'yamiz. Qishga bankalarimiz tayyor. Yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin.